Buran modelda 12 katyol aldık. 12 ham yaxshi. G'ulomjon og'a, nechta katyol xarid qildik bu ustidan? 12 dona katyol aldık. 12 dona katyol oldik. Buran. Hammasi yaxshi istayaptimi? Ha, yaxshi, zo'r. Buran modelda. Buran modelda 12 katyol aldık. 12 ham yaxshi. 12 ham hammasi довольный. Zo'r gap yo'q deydi katyolar. Qancha rasxod qilyapmiz? Xolisona. Xolis 40-45 kilo bir sutkasina ketadi. Nechta xonaga? 7 xona. 7 xonani istayapmiz. Bani bilan 7 da. O'zi 6 xona, bani bilan 7. Bani bilan 7 xonani istayapmiz 40 kilo ko'mir bilan. 40. Bitta to'ldirsak qanchaga yetadi? Shu masalan kechqurun 5 ta zapravka qilsa, ertangi shu 5 gacha bo'ladi, keyin yana shu 5 ta zapravka qilamiz. Bo'ldi. Bitta katyoldan ko'rsatamiz hozir. Hozir mana og'amizda 15 kilovatli modelimiz turibdi. Buran modelimizni o'zlari izolyatsiya qilib olishdi. Bu izolyatsiya muhim, o'zidan issiqlik yo'qotmaydi, issiqlik o'zida qoladi, ko'mir rasxodga ham tejab beradi. Hozir og'a bilan to'liqroq video olganmiz, hali batafsil gaplashganmiz. YouTube'ga o'tib bemalol ko'rsalar ham bo'ladi.